Dunyoni deb qancha odam bir-biri bilan teskari bo'lib ketdi. Aradil minat dunyo deydi, ozgina dunyodan bo'lgan narsani deb aka-ukalar, xudolar, qo'shni, qavm qarindosh, ishdagi sherik, mahalla, ko'y, eri, xotin shu dunyo deb urishadi odamlar. Dunyo deb yolg'on gapiradi. Dunyo deb namoz o'qimaydi. Dunyo deb ibodat qilmaydi. Dunyo deb ilm olmaydi. Ishdan qolyapman deydi. Ishni bitirib olay deb namoz vaqti jiladi. Ishni deb roza tutmaydi. Ishni deb ilm o'qimaydi. Shu ishini qilib ozgina pul olish maqsadida bir nima qiladi. Halol kasbga buyurilganmiz. Ishni yomonlamayapmiz biz bu yerda. Ikkalasini jamlaydigan odam kam bo'ladi hayotda. Ishini qilamiz. Peshinda vaqti qancha? Asrda vaqti qancha? Shomda vaqti qancha? Vaqtga kelganda masjidga qarab qolamiz hammamiz. Nimaga samorga borganda qaramaymiz? 5 soatlab o'tiramiz. Nimaga o'zimiz nafsimiz xolagan joyga 3 kunlab Arslonobodda, 5 kunlab Issiqko'lda pul yetgan qanchadir muddat uzoqlarda yuradi. Shu payt vaqtga birov qaramaydi. Nimaga endi iqomat 1 minut orqaga o'tib ketsa yoki janoza cho'zilib qolsa, yo Qur'on uzoq o'qilsa, odam nafsi chidamaydi, unamaydi. Shu yerda o'ziga baho qo'yish kerak odam. Yana men kimman degan bahoni qo'yish kerak. Dunyo mug'riya deb. Shu aldab qo'yadigan, aql holatga soladigan dunyo mana shu bizni shu ahvolga soldi. Biz ko'rdik-ku hammasini.